Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Fekibegzod bilaman. YouTube kanalimga ancha vaqtdan beri video chiqarmagan edim, chunki men car parking o'yinini o'ynayotgan edim. Hozir men sizlarga yangi car parking o'yinini boshlagan bo'lsangiz, qanday qilib yaxshi daromad qilish, yaxshigina tuninglar qilishni o'rgataman. Birinchi navbatda, tepada ko'rayotgan bo'lsang, 1,580,000 dollar pulim bor. Buni qanday qilib men topganman buncha pulni? Bu pulni o'yinga kirganingizda har xil joylarda yashil boks qutichalar bor. Ana shularni yig'aversangiz pul beraveradi. O'shaning orqasidan 58 tasini yig'ib shuncha pul yiqqanman. Bu goldda esa internet bilan yoqib kirganingizda o'ng tarafga zadaniyalar bo'ladi. O'shani bajarib bu gold yig'sangiz bo'ladi. Endi biz tuningga o'tsak, tuningga xo'sh, mana bu pastdagi 4 ta jihozlardan ikkinchisini bosamiz. Garage deganni. Hozir bu mashina Mercedes-Benz. Xo'sh, endi chap tarafda Cars Setting degan joy bor. O'sha yoqqa kiramiz. Bunaqa bo'ladi. Birinchisi motori, shunaqa bu kuchaytirish. Keyin tepada 3 ta qatori bor. Bu hozir car tuning degan qatori. Biz car tuning emas, ikkinchisiga kiramiz. Ikkinchisiga kirganimizdan keyin mana bu yoqqa mashinaning orqasi uchun g'aroyib qanotlar bo'ladi. Ikkinchi qismiga o'tsak, mashinaga rang beramiz. Uchinchisida balon. Keyin mana bu yoqda davlatlar bayrog'i ham bor. Bu любой bitta davlat bayrog'ini 100 ta goldga sotib olasiz va sotib olganingizdan keyin butun umrga bu sizga ochiq bo'ladi. Любой bitta mashina olasizsa 0 ta goldga mana bunaqa sotib olgan bayrog'ingizni qo'yib ketaverasiz. Keyin tekin bo'ladi. Keyin mana bu yoqqa 1000 ta tanga yig'sangiz politsiya mashinasini olasiz. Bu politsiya mashinasi bilan bironta bir mashinani izidan quvlasangiz, onlayn multiplayerda bironta mashinani quvlasangizda izidan yetib olib ursangiz, mashinangiz bilan ursangiz, sizga qanchadir miqdorda pul qo'shiladi, undan qanchadir miqdorda pul minus bo'ladi. Bu yerda esa mashinaga tuning qiladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin, o'ng tarafda men mana shuncha narsalarni ishlatib tuning qilganman. Bu shakllarni mana bu yerdan pastki qatorda shakllarni o'tkazaversangiz, rangisi chiqib kelaveradi. Keyin ko'p kishi bilmaydi. Mana bunaqa ism, raqam yozishni ko'p kishi bilmas ekan. Shuni ham o'rgatib o'taman. Buni qanday qilamiz? Agar pastda ko'rayotgan bo'lsang, rasmlar bor. O'shaning tepasida Winsley degan joy bor. O'sha yerda bitta o'tkazsangiz window Winsley bo'ladi. Keyin yana bitta o'tkazsangiz bunaqa joyga kelamiz. Keyin bunaqa joyda nima qilamiz? Mana buni o'chirib olamiz. Hozir o'chirib olamiz. Xo'sh, o'chirib oldik. Endi bu yerda aynan bitta shakldan qilinadi bu. Qayerga kirib ketdim? Men sizlarga ko'rsataman. Voy. Boshiga tushib olasizlar. Boshida ikkinchisida T harfli shakl bor. O'shani bitta oq varaqning ustiga qo'ysang, pastda yozuv paydo bo'ladi. O'sha yozuvga kirib, masalan, 3 ta Z ni xohlasangiz, men 3 ta Z shu yozuvni xohlayman. Keyin hozir. Keyin mana bu nima deydi? Chap tarafda mana T ni shaklini o'zgartiradigan bor. O'shani mana shunday 2 ta 3 tasini tortib kattalashtirsangiz bo'ladi. Mana ancha kattalashdi. Keyin buni pitichka bilan bitta saqlab olsangiz bo'ladi-da. Keyin u sizga saqlanadi. Keyin buni qanday qo'yamiz desangiz, bitta chiqasiz. Yana keyin agar oynaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, shu yozuvni ikkinchisiga kirasiz. Agar tanasiga, mashina tana tarafiga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu birinchisiga kirasiz. Keyin
mana shu boynagi tengingizni ustiga bitta bossangiz, mana boynagi yozganimiz chiqib keladi. Ana shunday qilib chiqartirib olsak bo'ladi. Xo'sh, mana shu raqamlarni oynani ustiga ham mana shunday qilib va mana shu yerlarga ham to'g'rilab o'zingiz qo'yib olsangiz bo'ladi. Keyin xo'sh, keyin bu yerda mana bu tarafda, pastki tarafda Ejini Market degan motorning rasmi turibdi. Ana shu yerga bitta bossangiz, bu yerda motorlar chiqib keladi. Men mana shu ikkita motor bor, birlashtirib set qilganman. Hozirda mashinamning kuchi juda ham kuchli. Hozir ko'rsataman. Mana oxirgisiga o'tsangiz, mana skorosti oxirgisiga qo'yasiz va gazni bosasiz. Mana oxirigacha bosdim. Mana menda tepada 4 ta narsa bor. Oxirgisi otda rasmi turibdi, HP. Ana shu sizning HP'ngiz, tezligingiz 677 HP menda. Keyin NM esa 668. Bu juda ham yaxshi degani, tez degani. Mana shunaqa mashinangiz tezligini o'lchab olsangiz bo'ladi. Mana bu mashinam zo'rki, gazni qo'yib yuborsam ham yurib ketaveradi. Zo'r ta'mirlaganman. Mana shunday qilib tuning qilamiz. Keyingi navbatda chap tarafda New Car degan qismi bor. O'sha yerga bitta kirsak, sal qotyapti, uzr. Mana bu yerda sotiladigan mashinalar bor. Sizga maslahatim, birinchi kirganingizda hech qachon mana bu Jiguli va bu kabi mashinalarni sotib olmang. Chunki bular avtomat korobka, haydashga ozgina qiynalasiz. To'g'ri, bu avtomat korobkani olib kelib mexanika qilsangiz ham bo'ladi, lekin pulingiz ketib qoladi. Shuning uchun mana bunday mana bularni olsangiz yaxshi. Bular avtomat korobka. Keyin mana bunaqa mashinalarni dollarga sotib olsangiz bo'ladi, lekin mana bunaqa goldli mashinalar ham bor. Hech qachon gold yig'ib bunaqa mashinalarni goldga sotib olmang, chunki bozorda multiplayerda o'ynagan vaqtingiz bozorda bularni arzon qilib ham sotishadi, har xil odamlar dollarga sotishadi. Shuning uchun hech qachon gold yig'ib buni olmang, bu mashinalarni. Tavsiya beraman, olmang bularni. Keyin mashinangizni o'yinga kirmasdan sinash uchun pastda ikkinchisi bor. Right Car degan mashina minish. Ana shuni bitta bossangiz, garajingizda haydaysiz. Tashqari chiqishingizga hojat ham bo'lmaydi. Mana shunday qilib haydaysiz. Keyin aytingchi, men pulni yaxshi yetish yo'lini o'rgatdim. Mana shunda korobkachalarni yig'ib yaxshigina pul yig'sangiz bo'ladi. Keyingi agar shu videomiz yaxshigina prosmotr yig'sa, keyingi qismimizda biz polni kartada qaysi joylarda ana shunaqa 88 ta gif qayerda borligini men videosini отдельно qilib joylayman. Siz meni kuzatib boring. Men har ana shu 88 ta gifni videosini sizga shortsdan video qilib jo'nataman, agar mana shu videomiz yaxshi prosmotr yig'sa. Xo'sh, keyingisi onlayn o'ynamoqchi bo'lganlar, bu startni bosamiz. Birinchisi ham pul yig'adi, zadaniyalarni bajarsangiz pul beradi, ikkinchisi poyga, uchinchisi oddiy o'zingiz o'ynaysiz, faqat o'zingiz, offline, internetsiz. Oxirgisi esa multiplayer. Internetni yoqasiz, davlatlar serverini tanlaysiz, shu davlatlar serverida o'ynaysiz, bir odamlar bilan o'shanday qilib o'ynaysiz. Keyin yana bu videomiz yaxshi prosmotr yig'sa, do'stlar bilan ulanib o'ynashni ham o'rgataman. Shuning uchun bu videomiz yaxshi prosmotr yig'sa, keyingi videomiz
car parking haqida zo'r videolar chiqishiga va'da beraman. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlanglar. Hammaga xayr do'stlar.